Azizlarim, mana biz Fayzi xonadonga kirib kelyapmiz. Mana usta akalarimiz o'zlari chiroyli mehnat qilishyapti. Hozir ichkarilarni ham bir qator ko'rsatamiz. O'ta ham go'zal xonadonni ko'rkiga ko'rk qo'shib chiroyli burchatkalarimiz mana tayyor bo'lib qoldi. Xudo xolasa telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Murojaat qilib bemalol o'zlari bilan gaplashib shunaqangi bir zamonaviy chiroyli burchatkalar o'rnataman degan akalarimiz bemalol murojaat qilaveramiz qadrdonlar. Xudo xolasa ishlab chiqarish sexlariga ham o'tib chiroyli rasvetkalarni ko'rsatib, narx-navolari kvadrat qanaqa bo'lyapti, xudo xolasa o'rnatib, shunaqa xonadonlarga borib chiroyli qilib bosib o'rnatib berish xizmatlari qanaqa bo'lyapti, bir qator sizlarga obzor qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Akajon, xudo xolasa necha puldan bo'lyapti mana shu rasvetkalarimiz, burchatkalarimiz? Xo'p, bu xonadonga aka 40 ming so'mdan xizmat bo'lyapti. 40 ming so'mdan 55 ming so'mdan, granitlari bilan 55 ming so'mdan sotib oldi. Endi buni rasxoti tagiga mitpsoy sementni 12 ming so'mdan bo'ladi. Sementda bo'lyapti, deymi bu? Ha. Bu yerda guli bo'ladi. Hozir joylaymizmi buni ham? Uni birpas surib. Yo'q, uni ham ko'rsatib o'tamiz azizlar. Mana ko'ryapsizlar, hozir tayyor bo'layotgan jarayoni, xudo xolasa hozir. Bu yer qancha kvadrat chiqdi aka? 115 kvadrat chiqdi. 115 kvadrat. Hozir shunda burchatka sizdan bo'lsa o'rnatib berishlari bilan kvadrat 95 mingdan tushyapti adashmasam, ha? Ha. Sement bilan mitpsoyga 12 ming so'm ketadi. Sement bilan mitpsoy boshqa. O'zi hamma biladi buni. Azizlarim, mana xonadonni bir qator ko'rsatib o'tyapmiz. Devorlari seriya ekan. Lekin mana bu burchatkalarimiz juda ham xonadonni ochgan, juda ham go'zal. Akalarimizga kuch-quvvat tilaymiz. Juda ham sifatlik. Mana ishlari o'zlari ishlab chiqaradi azizlar. Yakka tadbirkor xudo xolasa hozir borib ish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Bir-biridan ajoyib chiroyli bir rasvetkalari bor, rasvetkalarni ham ko'rsatamiz. Nariyoqqa o'tib ko'rsatsak ham bo'ladimi? Nari tarafga ham bosgansiz? Yo'q, u yerda eski burchatka bosilgan. Ha, boshqa-deng. Ha. Asosan bu. Ha, bu yergacha ekanda. Ha, mana shu. Zo'r aka. Umringiz bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Juda ham go'zal. Xo'p, azizlar, endi biz ishxonalariga borib rasvetkalarni ko'rsatib, albatta narx-navolari bilan tanishtiramiz. Aka, kuch-quvvat tilaymiz. Xo'p, salomat bo'ling. Azizlar, assalomu alaykum. Kuni muborak bo'lsin. Hammangizlarga bugungi go'zal ayyom muborak bo'lsin. Biz hozir tadbirkorimiz bor, zamonaviy hozirgi paytda burchatkalarni ishlab chiqaradi. Sekin tasvirchim bilan boramiz. Ular hozir nima qilyapti, trendda qanaqa burchatkalar bor, bu haqida gaplashamiz. Qator sekin yuramizda. Ana azizlar, aytdim, kimdir buyurtma bergan, buyurtmani amalga oshirishyapti, chiroyli qilib terishyapti. Bular baribir ishi tekizroq, chiroyli sifatli ish qilishadi. Bu yerda Muhammad Yusuf yana bir ishchisi va adashmasam Ibrohimjon, Ibrohim shu yerda. Hozir sekin boramiz. Shuhrat ketdik. Assalomu alaykum, hormanglar, hormanglar. Qo'ftivar kelamiz, shunaqa. Ibrohimjon, assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz? To'g'risini ayting. Cho'chib ketmadingizmi? Hayol surib o'tirgan ekansiz. Bilamiz endi bu yerda bilamiz zamonaviy burchatkalar har doim kelyapti. Buni ko'rsatgani chiroyli qilib mana terib qo'yibsizlar. Keling Ibrohim, siz bilan suhbatimizni amalga oshiramiz. Bu yerda hozirgi paytda zamonaviy burchatkalar ishlab chiqaryapsizlar, bilaman. Tadbirkorimiz bor, Muhammad Yusuf hamda siz, yana ikkita bu yerda adashmasam ishchi bor. Hozir 4 ta inson bu yerda ish bilan ta'minlangan. Endi bir chekkadan men ko'rsataveraman, siz pulini kvadratini menga aytaverasiz. Keyin qanchaga chidaydi, chidamligi qanaqa, shu haqida birga gaplashamiz. Bir chekkadan boshlaymiz. Rishotka. Xo'p, rishatkalar endi buni kvadratini necha pul? Xo'p, bular kvadrati 52 ming so'mdan. Granitdan tashqari. Granitdan tashqari. Agar granit bilan bo'lsa-chi? 57 ming, 60 ming bo'ladi. Yo'q, 57 mingmi, 60 mingmi? Lentalari bilan borishi mumkin. 60 mingga boradi-da, joyiga qarab turib 60 ming so'mga boradi. Juda ham zo'r. Endi buni-chi? Bunisi Sulton. Xo'p, buni Sulton deyiladi. Bularning narxlari hammasi bizda 50 ming so'mdan 57 ming so'mga burchatkalar sotib olasiz. Xo'p. Granitni ham sotib olaman desangiz qo'shilaveradi. 7 ming so'mdan 10 ming so'm, 5 ming so'mga. Granitlar har xil holatlari bor. Arzoni bor, qimmati bor.
O'zini kubisi bo'lsa, yana ham arzonroq bo'ladi. O'zini kubisi bilan necha pul bo'ladi? 52 ming so'mdan bo'ladi. 52 ming so'mdan bo'ladi. Granit bilan bo'lsa qanchadan bo'ladi? Granit bilan bo'lsa 57 ming so'm, 60 ming so'mga doch ketaveradi. 57 ming so'mdan 60 ming so'mga do ketaveradi. Hozir bu yerda necha xil burchatka bor? Bu yerda hozir turlari ko'p. Bizni asosan hozir zo'r ketayotgani mana shular. 1 2 3 4 5 ta. 5 xil. 5 xil rasvetkasiga hozirgi paytda talab ko'proq bo'lyapti demoqchisiz. Qolganlari ham bor orqada, ular. Xo'p, endi ularni ham o'tib ko'ramiz. Hozir keling. Bordюrlar necha pul bir donasi? Xo'p, bordюrlar 15 ming so'm, uni taraligi, Versace'ligi. Yo'q, Versace'ligi 15 ming so'm, taraligi 12 ming. Qo'lingizga olib ko'rsatib qo'ying yurtdoshlarimizga. Bir qator ko'rsatib, mana aka narxini aytib o'tishingiz shart endi. Mana. Xo'p, bunisi 12 ming so'm. 12 ming so'mdan. Xo'p. Taraq eski fasoni bu. Unovi yangi fason Versace. Yangi fason necha? 15 ming so'm. Shu turishi 15 ming so'm. Donasi. Donasi juda ham zo'r. Metr 30 ming. Nargi latoylarimiz-chi endi? Latolarimiz 10 ming so'm. O oddiysi 10 ming so'm. Oddiysi 10 ming so'm. Narigilari 15 ming. Nari gullirog'i, sal pishirog'i 15 ming so'mdan hozirgi paytda sotilyapti. Keling, yana bitta narsaga hozir ko'zim tushdi, bunga ahamiyat beraman. Muhammad Yusuf Ibrohim. Endi o'sha latoy qopqoqlari kolodismi? Kolodis qopqoq shu turishi endi necha puli? Buni ham shu yerda ishlab chiqarilyapti, bu ham. Ha, 70 ming so'mdan ranglilariga qarab 120 ming so'mga do ketadi. Xo'p, oddiysi Muhammad Yusuf 70 ming so'm, agar gullirog'i bo'lsa, razmerlari bor, razmerlariga qarab narxlari o'zgaradi. Xo'p, keling, razmerlar bo'lsa bizga bir qator ko'rsatib bering Ibrohim. Biz hozir yurtdoshlarimiz baribir razmerini so'raydi va narxini Bu yerda razmerlari bor. Xo'p. Kalodoskoplar razmerlari bor, Razmerlari narxlari bor. Lekin agar Muhammad Yusuf kattaroq bo'lsa, yurtdoshlarimiz kimdir Ibrohim sizlarga buyurtma bersa, lekin bu buyurtmani ham qabul qilasiz, chiroyli qilib amalga oshirib berasiz, tayyorlab berasizlar. Endi hozirgi paytda bu burchatkalarni keling, surat men qo'limga olib ko'rsatishim kerak. Endi qanchalik bu chidamli? Xo'p, chidamliligi. Endi nima qo'shilyapti Muhammad Yusuf endi bunga? Buni ichiga 100% oq sementga chiqadi. Miramir travertinda chiqadi bu narsa, sheben toshga chiqadi. Xo'p. Ikili rangi bor ichida. Endi necha yil xizmat qiladi Ibrohimjon? Xo'p, 15 yil xizmat 10 qiladi. yil, 15 yil. 10 yildan ortiqroq 15 yilgadir Xudo umr bersa xizmat qiladi. Juda ham zo'r. Endi Muhammad Yusuf adashmasam bu yerda necha kishi ish bilan ta'minlangan? Ibrohimjon sizdan tashqari yana kimlar bor? Ishxonamizdagi ishchilar dam olyapti, Xudo xolasa. Xo'p. Xo'p, bu yerda hozir 5 kishi bor, 4 kishi, 5 kishi ishlaymiz hozirda. Hozirgi paytda 4-5 kishi 4-5 kishi ish bilan ta'minlayapti. Shuhrat bizni esimizdan bir narsa yodimizdan ko'tarilib qolibdi. Bugun 21-mart, yangilanish, Navro'z bayrami barcha yurtdoshlarimizni, kanalimiz obunachilarini, kanalimizni aziz mehmonlarini, Muhammad Yusuf Ibrohimjonni va bu yerda turgan yaqinlarini, shaxsan sizni Shuhrat chin qalbimdan muborakbod etaman. Doimo bizni baxtimizga yurtimiz tinch, osmonimiz esa bundan-da musaffo. Kundan kunga yurtimiz go'zallashib bormoqda. Xudo xohlasa yurtimizga aslo ko'zlar tegmasin. Ro'za-i Ramazon kunlarida turibmiz. Hammamizni duolarimizni Alloh o'zi ijobat qilsin, dargohida qabul aylasin. Bemorlarimizga ko'proq qatorida Alloh o'zi shifo bersin. Yaxshi kunlarimiz doimo ko'p bo'lsin. Endi biz bu tomonga o'tamizda Ibrohim, bu yerda o'sha qo'shilish mahsulotlarini, sement, uni bor. Mayda, katta unlari bor. Mana Muhammad Yusuf o'zi ko'rsatib beryapti mana bu yerda. Xo'p, sementi, uni, yana nima qo'shiladi endi bunga? Sheben dedinglar. Sheben tashqarida qo'shiladi, tashqarida turibdi. Juda ham zo'r. Lekin bitta narsani aytaman, men tashqaridan kirayotganimda Muhammad Yusuf ikkita inson gaplashib chiqib ketayotgan ekan, bu yerda burchatga chiqaradi, lekin biz xonadonimizga oldik, yillar davomida xizmat qilyapti deyishyapti, lekin ishinglarga nima desam bo'ladi, unumlar tilab qolaman. Rostdan sifatli burchatka ishlab chiqarasizlar ekan. Chunki men insonlarning muloqotidan o'z bilib oldim. O'sha insonlar o'zi kelyapti ekan, mana chiroyli qilib terib qo'ysizlar. Har biringizga kuch-quvvat tilayman. Alloh sog'lik bersin, ishinglarga rivoj. Hammaga aytaman bu gapni, kasb-koringlarga baraka, sizlar qatori bizga ham baraka bersin. Hammamizni bir-birimizga Alloh o'zi mehr oqibatli, mehr muhabbatli qilsin. Doimo o'sha go'zal yurtimiz tinch, osmonimiz esa bundan-da musaffo bo'lsin. Endi Muhammad Yusuf
telefon raqamlarini aytib o'tasiz. Doimiy ish faoliyatidagi telefon raqamlari bizga kerak, ya'ni yurtdoshlarimizga kerak. Mabodo kanalimizni ko'rganda, kanalimiz orqali chiqishganda ham birozgina yo'lida qilib berasiz. Ushbu burchatkalarni, kvadratlarni imkoniyat darajasida, xudo xolasa, doimiy ish faoliyati telefon raqamlarini aytib o'tasiz, ha? Bu yer qayerda turgan joyimiz? Bu yer Zelinamos Kuyganyor hisoblanadi. Bu adresimiz qabristonni oldida. Ish manzilimiz mana qabristonimiz. Bu yerda adashmasam zapravka bor, metan zapravkasi bor, ko'chasi. Zapravka, benzin zapravka yonma-yon. Juda ham zo'r. Yangi tushgan cheklar bu yer kottejlarda oldida. Keling endi doimiy ish faoliyati telefon raqamlaringizni ham aytib o'ting bir qator. 97lik 976 4004 doimiy ish faoliyatidagi Xo'p, yana boshqa telefon raqami ham bormi? Yo'q, hozircha mana shu yana bitta ustamizning nomerimi bor. O'zimiz bilan ishlaydigan, o'zimiz ustamiz. Xo'p. 90lik 622 3022 bu o'zimiz ustamizning nomerimiz. Ibrohimjonning nomeri Ibrohim- adashmasam bemalol qo'ng'iroq qilasiz. Bu insonlar bilan bog'lanasiz. Qaysi zamonaviy hozirgi trenddagi burchatkalar yoqqan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilasiz. Tasvirchi Shuhratbek Yunusov, suhbatdoshlari Muhammad Yusuf hamda Ibrohimjon bo'ldi. Kamtarin boshlovchingiz Nodirbek, kuningiz faqatgina xayrli o'tsin. Ko'rishamiz. Ko'rishguncha sog' omon bo'ling.